Assalomu alaykum. Taqsim qurilish mollari markaziy kuzatuv boruvchilari, video mavzusida ko'rgan bo'lsangiz, bugun turba profillarni biz obzor qilamiz va narxlarni aytib o'tamiz deganmiz. Chunki turba profil mahsulotlari aynan qurilishda eng kerakli bo'lgan xomashyolar hisoblanadi. Bugun Ibrohim aka bilan birgalikda sizlarga buni obzor qilib beramiz. Ibrohim aka. Bu yerda 100 lik turbamiz, qalinligi 201 lik, narxi 57 ming so'm. Buni asosan qurilishda ayvonlarni stoykasiga ishlatishadi, shopirligiga, gaz tortishga ishlatsa ham bo'ladi. Ibrohim aka qarang. Kuzatib boruvchilarimizni vaqtini olmasdan tez qilaylik. Bizlar narxlarni ko'rsatib boramiz razmerlari bilan. Bular o'zlariga kerak bo'lgan turba razmerlarini biladilar. O'sha bo'yicha anaqa bo'ladilar o'zlari. Xo'p. Bu yerda 50 lik turbamiz bor, qalinligi 3 lik, 44 ming so'm. Bu yerda 25 lik 5 shofni rossiyskiy turbamiz bor, 1 metri 35 ming so'm. Bu yerda 4 ga 2 lik, qalinligi 2 lik stenkasi, metri 20 ming so'm profilimizda. Tepada 5 ga 5 profil, qalinligi 2 lik 36 ming so'm metri. Bu yerda yuqa turbalarimiz 20 lik, qalinligi 1,5 lik 12 ming so'm. Mana bu yerda 50 lik turbamiz, qalinligi 208 lik 41 ming so'm. Bu yerda 40 lik turbamiz. Bu 3 dan baland stenkalar asosan suv chiqarish uchun ishlatiladi. O'sha yerga qoqib, kachalkaga qo'yib suv chiqarish uchun foydalanishadi. 40 lik 3,1 lik 38 ming so'm narxi, 100 ligini aytdik. Bu yerda 50 lik turbamiz, qalinligi 1,5 lik 24 ming so'm. 20 lik turba rossiyskiy 5 shofni, qalinligi 2,5 lik 25 ming so'm metr. Yana bir narsani eslataylik aka yurtdoshlarimizga. Jonboy, Taqsim o'zi Jonboyda joylashgan. Jonboylik, Bulung'urlik, Samarqand shahridan, Jizzaxdan bo'lgan mijozlarimizga Taqsimda birinchi qo'l metal keladi shuni. Xuddi shuni Optim zavoddan. Qo'lma-qo'l bo'lib emas, Optim zavoddan birinchi qo'l keladi va siz aynan Taqsimdan kelib birinchi qo'l taxtini olishingiz mumkin. Bu yerda 15 lik turbamiz, qalinligi 1,5 lik 11 ming so'm 1 metri. 25 lik turba, biri 45 lik 1 metri 14 ming so'm. Bu yerda mayda profilimiz 2 ga 2 lik, asosan darvozachilarimiz ishlatishadi. Biri 6 lik qalinligi 12 ming so'm metri. 3 ga 2 lik razmerimiz, biri 7 lik qalinligi 15 ming so'm 1 metri. 40 lik turba, asosan gaz tortishga ko'proq olishadi. 201 lik qalinligi 26 ming so'm 1 metri. Bu yerda 5 ga 3 lik profilimiz bor, 1,5 qalinligi 22 ming so'm. Pastida 4 ga 4, 204 lik qalinligi bor, 31 ming so'm metri. Bu yerda 1,5 lik turbamiz bor, 50 lik 24 ming so'm metri. 50 lik 201 ligi 30 ming so'm turbamiz 1 metri. 6 ga 4 profil, qalinligi 1 lik, darvoza uchun ko'proq ishlatishadi, 20 ming so'm. Tepada 20 lik turba, 201 lik qalinroq 15 ming so'm 1 metri. Bu yerda tepada mayda profilimiz bor. Bu 12 lik turba 1,1 qalinligi, buni stul yasash uchun olishadi ustalar ko'proq. Bu yerda 3 ga 2 lik profil, 0,7 lik qalinligi 1 metri 10 ming so'm. 32 lik turba bor bu yerda, 201 lik qalinligi 23 ming so'm. 6 ga 4 profilimiz birligini aytdik. 8 ga 6 lik profil, qalinligi 1,5 lik 1 metri 36 ming so'm. 6 ga 6 lik profil 1,5 lik 32 ming so'm. Asosan stoyka uchun ishlatiladi bu ham. 5 ga 3 lik mana bu yerda bor. Biri 75 qalinligi 23 ming so'm. Mana bu yerda ko'rsataylik. Bu yerda 3 ga 2 lik, biri 45 lik stenkasi 14 ming so'm 1 metri profilimizda. 6 ga 6 qalinroq so'raganlar uchun qalinligi 201 lik profilimiz 41 ming so'm. Mana bu yerda 15 lik turbamiz bor, 5 shofni rossiyskiy. Buni asosan ustalar 5 shofni turbani katyol yasash uchun olishadi. Ichiga o'sha davleniyaga, issiqqa ko'proq ishlatishadi. 1 metri 20 ming so'm, qalinligi qalin bo'ladi. Taqsimda yana bir zo'r qulaylikni aytib o'tmoqchimiz. Siz bizlarga metal mahsulotlarni buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, telefon qilsangiz agar, mana shu metallarni bizga yuboring desangizga, biz yetkazib ham beramiz. Va kelib ham aynan olib ketishingiz mumkin. Metal mahsulotlarni barcha ob'yomga yetkazib bera olamiz. Xuddi shunday. Davom etamiz aka. Mana bu tomonga qol. Bu yerda 150 ga 80 lik profilimiz, katta profil hisoblanadi. 1 metr 135 ming so'm. Ichida yuqoriroq profilimiz bor ekan, 4 ga 2 lik 0,8 lik 12 ming so'm 1 metri. Mana bu yerda 8 ga 4 profil, qalinligi 1,5 lik 32 ming so'm.
Qalinligi deganda mana shu hisoblanadi, to'g'rimi? stenkasi mana bu joyi hisoblanadi. Mana bu 8 ga 4, 2 ga 6lik bu qalin. 1 metr 50 ming so'm. 32 lik turba, eng ko'p gazga ishlatiladigan turba bu. Bu qalinligi 1,5 ligi 18 ming so'm. 2 ga 2 profil bor tepada. Qalinligi 1 lik stenka 9 ming so'm 1 metri. Endi bu tomonni ko'rsatamiz. Mana bu yerda 6 ga 3 lik profilimiz bor. Bu 7 lik qalinligi 26 ming so'm. Mana bu yerda 4 ga 4 profillarimiz darvoza uchun eng ko'p ishlatiladigan profil razmeri. Qalinligi 1,75 lik 24 ming so'm. 40 lik turbamiz bor. Bu 45 lik qalinligi. Bunisi to'g'rimi? Ana shu 21 ming so'm metri. Mana bu. Bu yerda profilimiz bor. 3 ga 3 profil, qalinligi 1,5 lik. Bu 17 ming so'm 1 metri. Pastida 4 ga 2,5, 1,55 lik qalinligi profilimiz 18 ming so'm. Bu 4 ga 4 profil, qalinligi 1,5 lik 21 ming so'm. Yana bir narsani eslatib o'tamiz. Klient mijozlarimizga, taqsim qurilish mollaridan mijozlarimizga narxlarini olayotgan obyomlariga qarab narxini kelishtirib beramiz. Demak, ko'proq yuk olsalar, ularga arzonroq bo'ladi, to'g'rimi? Ana shunday. Masalan, 20 metr, 30 metr olsalar ham narxini tushirib beramiz. Endi ko'proq obyomda bo'lsa, ko'proq tushirib beramiz. Narxlarimiz yozilgan narxlar emas-da, bu narxlardan tushiladi. Barcha obyomda. Masalan, qurilishlarga ham metal mahsulotlarni ana shunday. Shunday qilib beramiz. Yana bir marta eslatamiz. Biza birinchi qo'l, ya'ni zavoddan bizga to'g'ri keladi, shundaymi? Xuddi shunday. Undan keyin sotiladi. Bo'lmasa kattasidan boshlaymiz. Tomonni ko'rsatamiz. Katta razmerdagi profillar bilan ham men tanishtirib o'tamiz. Bu qatorlarda 32 lik turba bor, qalinligi 2,6 lik 27 ming so'm. 120 ga 120, bu 12 santimetrga 12 santimetr deyiladi. Qalinligi 2,6 lik, narxi 105 ming so'm. Bular nima uchun ishlatiladi aka? Bu asosan hayvonlarga, stoyka uchun, stoyka shopillik uchun ishlatiladi. Katta hayvonlarga. Bu yerda 4 ga 2,5 profilimiz bor. Qalinligi 1,7 lik 19 ming so'm. Tepada 4 ga 2,5, qalinligi 2,2 lik 23 ming so'm 1 metri. Bu yerda mayda profilimiz bor. 2 ga 2 lik, qalinligi 2,2 lik 14 ming so'm 1 metri. Pastida 25 lik turbamiz bor. Qalinligi 2,1 lik 19 ming so'm. Birdan tepani ko'rsataylik birinchi. Tepada 2 ga 1 lik stenka profilimiz bor. Buni asosan darvozachilar olishadi. 10 ming so'm 1 metri. 2,5 ga 2,5 lik profilimiz, qalinligi 1,45 lik 14 ming so'm. Turbamiz bor. Qalinligi 1,75 lik 14 ming so'm 1 metri. Bu yerda 32 lik turbamiz bor. Bunisi to'g'ri. Qalinligi 3 lik, bu yerga qoqish uchun, suv chiqarish uchun ishlatiladi asosan 32 ming so'm 1 metri. 8 ga 4 lik profilimiz, 1,85 lik, qalinligi 38 ming so'm. Mana bu profilimiz 5 ga 5 lik, qalinligi 1,5 lik 27 ming so'm 1 metri. Mana bu yerda 6 ga 4 endi profillarimiz 3 xili bir yonma-yon joylashgan. 1,75 ligi 29 ming so'm 1 metri. 1,6 ligi 27 ming so'm 1 metri. 6 ga 4 2,9 lik qalin so'raganlar uchun 48 ming so'm metri. Mana bu yerda 8 ga 8 lik 3 lik stenka profilimiz asosan stoykaliklar uchun ishlatiladi. 80 ming so'm metri. Mana bu yerda 120 ga 80 lik 2,4 lik qalinligi 82 ming so'm. Pastida 10 ga 10 lik bor, 2,6 lik 85 ming so'm 1 metri. Mana bu yerda bor. Keyin 8 ga 60 lik razmerimiz, qalinligi 2,6 lik 58 ming so'm. Mana bu yerda 8 ga 8 lik 1,65 qalinligi 48 ming so'm. Bu 1,65 lik, bu o'rtacha qalinlik hisoblanadi. Keyin bizlardagi qalinliklar zavod bergan qalinliklarida yozilgan. O'sha zavod nechilik bergan bo'lsa, o'sha razmer yozilgan. To'shnis aniq juda ham. Keyin bu yerda ko'rinayotgan yuklar, bulardan tashqari yana skladda yuklarimiz bor. Bu yerda ko'rib turgan turba profillaringizni katta obyomda ham yetkazib bera olamiz. Bu yerda sizlar uchun, sizlarga ko'rsatish uchun hozir taxlangan. Xuddi shunday. Davomlashamiz. 4 ga 2 lik profilimiz. Bu ham juda hadovoy razmer.
Asosan darvozachilar ishlatishadi. 17 ming so'm 1 metri. Mana bu yerda 120 ga 120 lik profilimiz bor. 140 ming so'm bu katta razmer 1 metri. Bu yerda 127 lik turbamiz. Bu ham asosan stoykaga ishlatiladi. Qalinligi 2-4 lik 80 ming so'm 1 metri. 10 ga 10 lik eng hadovoy profilimiz bu. O'sha stoyka uchun. 201 lik qalinligi 70 ming so'm. Mana bu yerda 76 lik turbamiz bor. 201 lik qalinligi 45 ming so'm. Keyin 76 likda 1.6 ligi bor bu yerda. Yuqoriroq razmeri so'raganlar uchun 36 ming so'm metri. Bular qolib ketdi aka. Bularni aytaylik. 6 ga 4 profil 201 lik qalinligi 32 ming so'm. Mana bunisi 10 ga 5 lik qalinligi 1.5 lik 42 ming so'm. 100 lik turba 1.7 lik 48 ming so'm 1 metri. Mana bu yerdagi 114 lik turba 308 lik 110 ming so'm. Buni asosan glubinniy nasos tashlashadi ichiga, yerga qoqib suv chiqarish maqsadida ishlatiladi ko'proq. 8 ga 6 lik 201 lik profilimiz 50 ming so'm 1 metri. 100 lik turbamiz bu yerda 3 qalinligi 87 ming so'm metri. Tepasida 8 ga 8 profil qalinligi 201 lik 56 ming so'm. Bu yerda 3 ga 2 lik profilimiz qalinligi 1.1 lik 13 ming so'm 1 metri. Bu yerda 6 ga 6 lik profilimiz qalinligi 2.4 lik 1 metri narxi 47 ming so'm. Yonida bor turba 114 lik 1 metri 62 ming so'm. Qalinligi 201 lik 89 lik turbamiz qalinligi 3 lik 1 metri narxi 70 ming so'm. Mana bu yerda yana bitta razmerimiz bor 76 lik qalinligi 208 lik 55 ming so'm 1 metri. Ibrohim aka, endi bizlarni kuzatganlarga bitta manzilimizdan tushuntiraylik, do'konimiz manzilini. Manzilimiz M39 trassa, Shaymon bozor ro'parasi, sudxonani oldida. Ana bu kartada, Yandexdan, Google'da ham kirib, mana bu yerda chiqadi yozuv, Taksim deb qidirsangiz, Taksim qurilish mollari deb qidirsangiz, bizning do'konimiz kelib chiqadi va do'konimizning oldi ko'rinishi mana shunday. Adashmasdan do'konimizga kelaverishingiz mumkin.